Xudoyberdi To'xtaboyev Qasoskorning oltin boshi. Ushbu asarda voqealar markazida jasur va topqir qahramon turadi. U o'zining aql-zakovati, jasorati va qat'iyati bilan turli sinovlarga duch keladi. Qahramon adolat yo'lida kurashadi, yomonlikka qarshi turadi va haqiqatni himoya qiladi. Asarda qahramonning boshidan kechirgan sarguzashtlari orqali yosh kitobxonlar hayotdagi muhim saboqlarni anglay boshlaydilar. Asarda sodiqlik, do'stlik va insoniylik kabi fazilatlar alohida o'rin egallaydi. Qahramonning yo'ldagi qiyinchiliklari, uning turli odamlar bilan uchrashuvi, ba'zan xavfli vaziyatlarga tushib qolishi voqealarni yanada qiziqarli qiladi. Shu bilan birga har bir voqea orqali muallif o'quvchini yaxshilik qilishga, to'g'ri yo'lni tanlashga undaydi. Kitobning yana bir muhim jihati shundaki, unda yoshlarning orzu-intilishlari, ularning jasorati bo'lishi, vatanni sevish va adolatli himoya qilish kabi g'oyalar targ'ib qilinadi. Muallif voqealarni tasvirlash orqali yosh avlodni halollik, mardlik va to'g'rilikka chorlaydi. Umuman olganda, Qasoskorning oltin boshi sarguzashtlarga boy, o'qish jarayonida o'quvchini o'ziga rom etadigan, shu bilan birga tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan asardir. Kitob yosh kitobxonlarning tasavvurini boyitadi, ularni fikrlashga undaydi va hayotdagi to'g'ri yo'l tutishga ilhom beradi.